Uy olaman deb aldanib qolmang. Ko'chmas mulkdagi firibgarliklardan qanday saqlanish mumkin? Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, kuzatuvchilar. Meni ismim Dilshod. Men Dubaydagi ko'chmas mulk kompaniyasi Bayon House Properties asoschisiman. Bugun sizlar bilan eng foydali tema, ya'ni mavzu haqida gaplashmoqchimiz. Bu mavzumizning nomi ko'chmas mulk haqida rost gaplar deb nomlanadi. Bugun sizlar bilan juda muhim mavzuni gaplashib o'tamiz, ya'ni bu firibgarlik va aldavulardan qanday qilib o'zingizni himoya qilishingiz to'g'risida. Albatta Dubay shahriga hamda Birlashgan Arab Amirliklariga investitsiya kirgizmoqchi bo'lsangiz va qandaydir biznes ochmoqchi bo'lsangiz, bu epizod albatta siz uchun. Ko'chmas mulk sohasida afsuski hamma ham halol ishlamaydi. Ayrim soxta agentlar borki, ular sizga har qanday bosim o'tkazishadi. Oxirgi imkoniyat, bu yoqib qolmasangiz narxi oshadi deydi. Bitta hujjatdagi, ya'ni bitta hujjatni soxtalashtirib bir nechta xaridorlarga o'tkazishadi yoki uy bo'lmasa ham o'sha hujjatni soxtalashtirib, qalbakilashtirib sizga o'sha uyni sotmoqchi bo'lishadi. Afsuski shunaqa holatlarda ayrim xaridorlar shunaqa holatlarga tushib afsuslanganlarni ko'rdik. Shuning uchun bu mavzuni sizlarga olib chiqdik va bir nechta hozir yo'nalishlar orqali sizlarga tushuntirib o'tiramiz. Nimaga sizlar rivoya qilishinglar kerak va shunaqa holatlarga tushmasligingiz uchun. Birinchi beradigan tavsiyamiz albatta ishonchli agent hamda kompaniya tanlash hisoblanadi. Ishonchli agent deganimizda nimani tushunishimiz mumkin? Bu ya'ni ishonchli agentning o'zining xususiy RERA kartasi, ya'ni broker kartasi davlat tomonidan berilgan hujjat hisoblanadi. Bu hujjat orqali qonun doirasida ish faoliyati olib borishadi agentlarimiz, ya'ni shu ko'chmas mulk sohasida ishlayotgan ekspertlarimiz o'zining RERA kartasiga ega bo'lib, qonun doirasida ko'chmas mulk sohasi bo'yicha o'z ish faoliyatlarini olib borishadi. Buni albatta tekshirishingiz kerak bo'ladi va ishonchli kompaniyani topishingiz kerak. Va o'sha tanishib olgan ishonchli agentingiz ishonchli kompaniyada ham ish faoliyat olib borayotgan bo'lishi kerak. Bu ishonchli kompaniyani sizlar litsenziyasini, ofisini, veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarni o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Albatta Google'dagi undan oldingi shu ulardan olingan shu xaridorlarning fikrlarini ham albatta tanishib chiqinglar. Eng muhimi bu yerda o'sha kompaniyaning litsenziyasi va agentning broker karti borligi. Keyingi beradigan muhim tavsiyalarimizdan bittasi qurilish kompaniyasi tomonidan berilayotgan shartnoma shartlari haqida albatta tanishib chiqing. Uning uchun sizga advokat kerak bo'ladi. Harta shartlaridan o'ting va o'rganing. Agar sizga ma'qul keladigan bo'lsa, albatta keyin qo'l qo'yishingiz mumkin. Keyingi beradigan yaxshi tavsiyalarimizdan bittasi bu aldovli gaplardan hushyor bo'lishinglarni maslahat bergan bo'lardi. Sizlarga hozir aytadi, to'lovni hozir qilishimiz kerak, shartnomani keyin qilamiz. Yaxshi rayondan olyapsiz, juda katta skidka olamiz. Siz 40%, 50% birga bir tashlab beradigan proyektga pul tikyapsiz degan gaplar bilan sizlarni ishontiradi. Proyektga pullarni olib, shartnomani qilib bermaslik ham mumkin. Shuning uchun juda ham ehtiyot bo'lishinglarni maslahat bergan bo'lamiz. Pul tikishinglar oldin, ya'ni investitsiya kiritishinglardan oldin kiritayotgan o'sha qurilish kompaniyani o'rganib chiqinglar albatta. Shu paytgacha qancha qurilish kompaniyalari, ya'ni qancha binolarni qurgan, o'zini mavqei qanaqa Dubayda va Birlashgan Arab Amirliklarida va dunyoda qanaqa mavqega bor, ular to'g'risida odzivlar qanaqa, ya'ni ular to'g'risida ularni olgan xaridorlar qanaqa fikrlar bildirgan, buni albatta bilishingiz kerak. O'sha rayon, olayotgan rayon narx-navo qanaqa hozirgi paytda va 1 yilda, 2 yilda, 3 yilda qanaqa o'zgarishlar bo'lishi mumkin kutilyapti. Va oldingi 1, 2, 3 yilda qanaqa o'zgarishlar bo'lgan, o'shalarni hammasini taqqoslagan holatda sizlar shu investitsiyalarni shu qurilish kompaniyasiga kiritishingiz mumkin albatta. E'tibor qilish kerak bo'lgan eng muhim narsalardan bittasi bu olinayotgan uyingizni yon atrofida bo'sh joylarni o'rganib chiqing. Ya'ni o'sha bino, agar qurilayotgan bino, qurilish kompaniyasi ma'lum bir joyda, ma'lum bir rayonda quryapti, yon atrofida agar bo'sh joylar bo'ladigan bo'lsa, o'sha yon atrofidagi bo'sh joylarni o'rganib chiqing. Nima quriladi yerda? Bog'chami, bog'mi, park qilib qo'yishadimi yoki qanaqadir maktab quriladimi yoki bo'sh qoladimi? Shuni albatta o'rganib chiqishingizni maslahat bergan bo'lamiz, chunki biz shunaqa holatda boshimizdan o'tkazdik. Bir nechta qurilish kompaniyalar uy qurishyapti-da, yon atroflari sizlarga aytiladi o'sha, ya'ni bizga ham aytishgan bu narsani park yoki bog'cha bo'ladi deyiladi, lekin biz uni keyin tekshirsak, o'zi asosiy veb-saytlari bor, davlat tomonidan berilgan, o'sha tekshirsangiz u yerda park emas, ya'ni mnogoetajniy domlar qurilishi, ya'ni ko'zda tutilgan bo'ladigan bo'lsa, siz olayotgan o'sha tarafga qarab olib qo'yadigan bo'lsangiz, uyingizni, xonadoningizni keyinchalik mnogoetajniy uy qurilgandan keyin sizga berilgan manzara Burj Khalifa bo'ladimi yoki Burj Al Arab bo'ladimi yoki Dubai Marina vid bo'ladimi, o'sha hammasi to'sib qo'yadi. Bu degani siz aldanib qolishingiz mumkin, o'shaning uchun ehtiyot bo'ling. Shuning uchun sizlarga ishonchli vakil, ishonchli agent va ishonchli kompaniyaga aloqaga chiqishingizni tavsiya beramiz. Ularga chiqib, shu kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Bugun siz bilan Bayon House Properties'dan Dilshod aloqada bo'ldi. Biz sizning orzungizdagi uyni xavfsiz va ishonchli tarzda topishingizda yordam beramiz. Har bir investor va har bir xaridor bilish kerak bo'lgan haqiqatlarni sizga doimo yetkazib boramiz. Ko'proq kontent va ma'lumotlar uchun bizning sahifalarimizni kuzatib boring.
Salomat bo'ling.